Bu videoni oxirigacha ko'rsanglar, Buxoroga borish-kelish sayohati necha pulga tushishini bilib olasizlar. Qaytgancha biz Toshkent shahridan yo'lga chiqdik. Buxoroga yetib keldik. 6 soatlik yo'l. Mana bu Afrosiyob, mana bu Sharq. Lekin rosa komfortda keldik bu yerda ham. Yaxshi vagoniga o'tkazib berishdi. To'lov qildik yana ozgina. Lekin men xuddi shunday kelgandek keldik. Rosa maza keldim, qiynalmadim. Hozir ulardan ham so'raymiz. Biz 4 kishi keldik. Ojon, otajon, Shohruxman. Ojon charchamadingizmi? Qiynalmadingizmi? Qo'lingiz og'rimadimi? Ha, chidasa bo'ladi, lekin og'riyapti. Shohruh ketdi. Ana Buxoroning vokzali. Otajon. Bunaqa sumkalar yo'q edi, qayerdan oldinglar? Sotib yaxshimi? Adajon qiynalmadingizmi? Yo'q. Anaqada sumka ko'rdim, desa borib so'rab ko'rdilar, borishadi. Endi mana yo'ldan chiqib taksi chaqiramiz, yangi kishi ekan. Biz Lavxozga yetib keldik, oteldan chiqib. O'xlab keldi. Otelimiz mana shu to'g'ridagi. To'g'rida. Mana bu Kabira otelidan family room olganman. Mana uchovligi turishadi. Men bu Munis otelda turaman, chunki darslarim bor, o'quvchilar bilan birga yashayman mamlakatda. Kirib kelishyapti. Resepsiyonda hech kim yo'q ekan. Lekin rosa tinch otel ekan. Chiqing. Ochiq ekan mana voy. Ojon, chiqing. Men sig'mayman, zinadan chiqaman. Chiqaveringlar. Chiqaveringlar. Ikkinchi xayr soqirmi? Zinadan chiqdim. Zinadan chiqib oldim. Liftda ekan endi. Hozir ular liftdan chiqishadi. 205-xona ekan. 208 207 6 mana 5 och Shohruh. Nima? Ojon bilan Adajonni otelga tashlab, o'zimnikiga ketyapman. Mana otelim mana shu to'g'rida. Qisqamiz. Bu mana otelim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Oldim ikkinchi xona. Bu mana otelim. Rahmat. Qanaqa chiroyli ekan. Bitta konsert bo'tgan ekan. Lavxozni oldida. Mana Ojon, Adajon, Shohruh o'tirishdi. Charchab uxlab qolishdi. Qayerga o'tirishdi? Nima bo'ldi? Lag'ib oldinglarmi? Keling, nima yeysiz? Sizlar turibsanmi? Sol bechara yapti. Ular nima qilib turibdi? Yonidan qarab. Shuncha kishilar. Ko'zini o'ynatdi, hamma ko'rishadi, o'sha kelishi bilan hamma. Voy, men buni olib ketmadim. Ana yeyveringlar endi. Oling. Yeyvering. Bitta farqli shoxu yemaydi. Ojon lamoningizni yemadingizmi? Yeydi. Siz yeyib oling. Mana somsa. Yarmini bilan olmaydi. O'g'li bilan xayoli bo'lgan o'ynab ketishadi. Qiychu. Ana qala. Birlar buka bo'psiz Ojon. Voy, gapirma, tillasi bor buni ichida, birlatlarim bor. Ko'rganman. Sho'rtma beradigan qiladi. To'rtta bering. O'sha joyda hali suvga ketayotganda yosh bola yuradi-yu, 2 yilning o'g'li bo'ladi. Ko'tiga qattin tepganda bunday qovuribdi-da. Ha, birinchi yomon tepgani men chiqaralik qilib. Dublash qildi keyin sani ko'tingga tepmaydi, dubl qilganda. Sani ko'tingga tepmaydi, ko'tingni tortmagin debdi. Birisi. Na beton ustidan kelasan-da, suv dengizni ko'rgansan, cho'k ko'tarib keladi. Bir sinok deydi, ko'tiga qarab ko'p ettirib tepadi. Tepmayman deb aldaganmi shunday? O'shanda aldagan ekan Arkadiy Raykin sani tepmaydi, hech qo'rqmang, hali qattiq tepib yurganing qo'rqmaganda hozir tepadi, hozir tepadi. Lekin shunaqa tepdi, yedim deb tepib yegan ekan. Kastrulkali uy. Ana. Haqiqiy. Ichida ichini qara, ichida laganlar bor ekan.
chiroyli ekan. Endi chiroyli narsalar olamiz. Hozir bizda Energy Trip boshlanadi. Mana bular Shahnoza opa, Saidali bilan bizga dars o'tadilar. Bular mana 3 kunlik kursdoshlarim. Qaranglar. Shu chiroyli qilib tashlashdi Buxoroni. Ketgan bu yoqqa. Adres ishlab chiqarish. Biz ham mana otelda ujin qilayotganmiz hozir. O'zi ujin qilib bo'ldim men naryoqda. Dars mashqda boshlanadi. Biz olib ko'rsataman. Assalomu alaykum. Mana qaranglar. Endi ichiga kiramiz. Qayergadir ketishdi qizlar. Vau! Buni-chi Vyetnamda ko'rdim shunaqa qo'ldan qilingan mana yog'ochga o'xshagan narsa. Menimcha bu ip, yog'och emas. Voy, nimadir ishlatilgan kukun. Yer qum. Voy. Aslında vaziyatli korreksiya bo'lsa. Ularga Bu nima endi bular? Gid bilan kelish kerak ekan. Gid bilan kelsa. Ona. Manam siz bilan. Yuring. nima ekan shu? Zo'r ekan, o'rgimchak to'ri. Bilmasam. O'qimadim. Qayta tirilish? Ha, ruhlarni qayta tirilishi misolida nimadir rasmga oldim, uyga borib o'qirman. Endi men ertaga o'qiyman hozir endi. Muomala ham qanaqadir ma'noli. Labirint. Bu mancha labirint. Voy, mana yurishni qarang. Ashu o'zingizlarni Xitoy anaqalar bo'ladi-yu. Podoldan anaqadan suntigidan topilgan. Shunaqa narsalarning ichida yurganda his qilaman. Kursdoshim keldilar, gullarni olib, men ularning paketlarini ko'tarishga yordam beraman. Bu nima ekan? Kirish mumkin emas. Kuzatuvchi sarobi bu idrok qanaqa ish ekan bu? Illyustrator deydimi bularni? Haykaltarosh yoki rassom emas, bular illyustrator. Tepada matolardan qilingan. Voy, men bilan orasida gul bor ekan. Buni qaranglar. Buni orasida gul bor ekan. Bu ham san'at asari. Toshdan, qumlardan gul chiqqan. Bu illyustratsiyaning ma'nosi, to'g'ri aytdim yo'qotini. Tashqari qum, bu yog'i ham qum. O'rtaga kelganingizda hammaga tashqaridan baho berma degan ma'noni anglatar ekan. O'rtasida shunday живой suv sepatilar-yu. Живой gullar chiqqan ekan. Boya otelga kiryapman deb o'ylagan ekanman. Noto'g'ri o'ylagan ekanman. U otelga o'xshagan joy. Mana ular ham qidirib yurishibdi. Otelni qidirib yurishibdi. Boshqa joyda ekan. Yo'llar hammomi bor ekan, hammomi. Mana nonlari Buxoroga kelmoqchi bo'lsanglar. Kirib ko'ringmi? Voy. Voy, o'zi qorong'i. Voy, Anil ham yo'q qo'shibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hamon bitta tanirgansiz. Kebobingizmi? Bitta tanirgan. Jonim, qanaqasiz? Sog'liq yaxshimi? Tuzimsiz? Finalga kelibsizmi? Rezajon. Ketdik. Biz ancha tepaga chiqdik-da. Keyin yana mashincha tepada chiqib, Minoroy kavonni oldida mana shuncha meni kursdoshlarim.
Yaxshi keldinglarmi? Endi tanishamiz sizlar dedi. Qanaqasizlar? Rasmoniga shugar deb yozilgan ekan. Men shakar yemayapman bugun. 9-kun. Dro'jasiz nonlar. Mazani ta'riflab berolmayman sizlarga. Ana o'g'il bolalar bor ekan. Bular kimlardir erlari. Demak, Manadadan bizda ko'p yaxshi materiallar borda, informatsiyalar, energiyalar bor. Energiya yangi imkoniyat ko'raman. Vegan anaqa ekan, Shunaqa kачествоga e'tibor beradi, u ham prям millimetrgacha ahamiyat berib, anaqa qiladi. Narsalarni ham prям tanlab oladi. Rivojlanishni davom ettirishimiz kerak. Уже bunaqa trendlardan emasda. Или же Потому что время идет, нужно побыстрее развивать человечество. И у вас есть миссия. Paketimni obzor qiliraman. Bir nimalar chizarkanmiz. Rasm chizish uchun bekovda o'qiganim esimga tushib ketadi. Varroqlar, oq varroqlar. Nima ekan? Ertaga tong otsa ko'rsatarkanman. Endi bugun ko'rsatolmayman. Darslarimiz tugadi. Endi kechki Buxoroni aylanib, ozgincha zaryadkanman. Uyga qaytaman. Montaj qilib uni YouTube'ga joylab qo'yaman. Chet elliklar yangaltada yurishibdi. Bizlarnikilar qalayroq kiyiniladi. Shu zo'r narsalar trendga chiqibdi. Mana bunaqa narsalar biroz ko'p ekan. Qalingina. Sovg'alarga olaman, ovsinlarim. Sizlarga olaman.